To'ylar muborak bo'lsin azizlar. To'ylar muborak. Qani shu qo'shiqlar bilan davom qilamiz. Qani kuyo jo'ralarimizni ham raqsga taklif qilamiz. Çemen emberi, kaysı mekan serveri, Firuze yakut mu sanay kaysı kâmi gevheri. Sana bende buluttur, sınavlamında beri, Uzun saldın kalbıma gitme gözümden beri. Kimni sever yar sen söyleme ey. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Köyüm buldu bir karar, seni görüp ey merak. Aslında bayağı aile gitme yolunda karar. Kaydın geldin yanıma bir gün özünden derek. Ben de eyledim nazına dinimden çıktı yürek. Kimni sever yar sen sırlama beni. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Taşla kılıp kalıma, ya gitsem kör yüzü bey azap verip canıma. Yağmurla bir saniye rakmayla akvalıma, Raftarı tavus bayda kadem basıp yanıma. Kimni sever yar sen sırlama peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Apa apa kau nekem
Digmeli cüp kuşa anar eken Kimni sever yar sen sırlama ey peri Mana bir bak bak, mana bir bak bak Mana bir bak bak bak, mana bir bak bak Mana bir bak bak, mana bir bak bak Mana bir bak bak bak, mana bir bak bak Mana bir bak bak, mana bir bak bak Qani davom qilamiz yana. Xorazm lazgisi. Aha, aha. Karayır romal başında, gencimler kaşında. Karayır romal başında, gencimler kaşında. Özel neçe yaşında, şüfiz neçe yaşında. Kaygu anam başında, kaygu anam başında. Başından, su gelir başından, değirmanı raşından. Ala yine yaylansın, ala yine yaylansın. Yüz yine yaşından, yüz yine yaşından. Şabaz kavun turlama, dörkül yolunu yollama. Şabaz kavun turlama, dörkül yolunu yollama. Yurtumuza bir geldik, ülkemizni horlama. Şu yerlere bir geldik, yaşını horlama. Ana yüz boy boy boy, kara yüz boy boy. Ana yüz gel beri, hay kara yüz gel beri. Kara yüz boy boy, ana yüz gel beri, hay kara yüz gel beri. Yeah. Diyor Grosini. Ana yüz gel beri, ana yüz gel beri, ana yüz gel beri, hey kara yüz gel beri, ana yüz gel beri, ana yüz gel beri, ana yüz gel beri, hey kara yüz gel beri. Surnaylamoları bo'ladi davramizda. Qani davramizga raqsga surnaylamolar ya.
Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davramizda raqsga tushgan barcha aziz qarindoshlarga, do'stlarga, qadrdonlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Salomat bo'linglar, xonadonlaringizda hamisha mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Qani kelinchoyimizni, yangamizni mashinadan tushiramiz va davramizga yaqinroq olib kelamiz. Bugun yurtda mana quvonchli bayram. To'y bahona yaqin do'stlar, sevinchga hamdam. To'ylardan boshimiz chiqmasin necham. Shodlanaylik, keling do'stlar, to'ylar bo'lsin to'y ustiga, chunki faqat to'y yarashar hammamiz bo'y bastimizga. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan eng yaxshi niyatlari bilan, qutlug' qadamlari bilan mana shu oilani, mana shu xonadonni quvonchli kuniga tashrif buyurgan qarindoshlar, qadrdonlar, xonadon yaqinlari, sulola vakillari. Xush kelibsizlar. Bugun ajoyib bir yilda, ajoyib bir xonadonda kelin va kuyov yigitimiz bois katta farzand tantanasi. Qaynotalik, qaynonalik baxtidan bahramand, qudoshlik saodatidan sarmast insonlarimiz Bobomurod akamizni, Nargiza opamizni oilasida baxtiyor yoshlarimiz kelin va kuyov yigitimiz Mahmudjon hamda Gulziraxonni nikoh tantanasidan oldinroq ota bobolarimizdan qolgan udum, kelin tushirish tantanasi, kelin salomiga barcha xonadon yaqinlarini davramizga taklif qilamiz. Bugungi mana shu boshlanma to'ylar sulola vakillariga muborak bo'lsin. Qayin momolarini, Qurvonoy momolarni tabriklaymiz. Ko'zlaringiz oydin bo'lsin. Qurvonoy onaxonimiz tabriklaymiz sizni. Bugungi mana shu to'ylar muborak bo'lsin. Darmonjon Qurvonoy enalarini muborakbod qilamiz. Maryamjon enalarini, Mehribon xolalarni tabriklaymiz. Ko'zlaringiz oydin bo'lsin. Bobomurod aka, Nargiza opa farzand to'ylari muborak bo'lsin sizlarga. Chin ko'ngildan samimiy tabriklaymiz. Qani kelinchayimizni, yangamizni mashinadan tushiramiz va davramizga olib kelamiz. Taklif qilamiz. Kelinglar. Ilohim kelgan kelinchayimiz o'zi bilan mana shu oilaga, mana shu xonadonga bir dunyo baxt, saodat olib kelgan bo'lsin. Kuyov yigitimiz Mahmudjon bilan bir umrga qo'sha qarib, baxtli, saodatli el yurt havas qiladigan ahil inoq oila qurishlariga tilakdoshmiz. Hasan, Husan, Oysha, Fatima farzandlarni ota-onasi bo'lishsin ilohim. Yaxshi niyatlar qilamiz. Qani yanga kelinchayimizni olib davramizga kelasiz. Barcha qarindoshlar, ammajon, amakidoylar, xolalar, xonadon yaqinlari, sulolaga daxldor barcha aziz insonlarimiz hammalaringizni markazga, davramiz yoniga chorlaymiz, taklif qilamiz. Hozir birozdan keyin, oz fursatlardan keyin yangamiz va kelinchayimiz mana shu davramizda o'zlarini egilib ta'zimlarini qilishadi. To'ylar bilan shodlik bo'lgan olam bu, ota bobolardan qolgan kalom bu. So'z demanglar, ko'p tabarruk salom bu. Ko'ramiz, tinglaymiz azizlar, birozdan keyin davramizda yangamiz va kelinchayimiz o'zlarini egilib ta'zimlarini qilishadi. Salom tinglang, boshqa gapni netasiz, ta'zimidan baxtga to'lib ketasiz. Siz ham shunday kelin to'ylar berasiz. Ko'ramiz, tinglaymiz azizlar, davramizda birozdan keyin yangamiz va kelinchayimiz o'zlarini egilib ta'zimlarini qilishadi. Demak azizlar, guvohi bo'lyapmiz, kelinchayimiz ham, yangamiz ham tayyor bo'lishdi. Kelin salomini boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kelin keldi deya shodlanib aytdim, chunki ta'zimlarini ko'rish istadik. Salomu tabarruk qadami qadim, ko'ramiz singlaymiz azizlar, davramizda yangamiz, kelinchayimiz egilib ta'zim qiladi. Chimildig'i yarashibdi bo'ylariga, mehmon sig'mas ostonasini uylariga. El u yurti qutlab kelgan to'ylariga, ko'ramiz singlaymiz azizlar, davramizda yangamiz, kelinchayimiz egilib ta'zim qiladi. Yaratgan haq azizlar, ko'nglim to'g'ri sizgadir. Rasululloh, qalbim qo'ri sizgadir. Buyuklarki bu dunyoni baxsh etmish, hayotimiz butkul bori sizgadir. Bu dunyoni bergan ulug' Xudoyimi, ta'zimingiz qilmang kanda har doima deya yaratgan Allohimizga, odam atodan tortib rasulimiz Muhammadgacha bo'lgan jamiki payg'ambarlarimizga, aziz avliyolar, anbiyolar sha'ni sharafiga, buyuk ajdodlarimiz ruh poklariga eslaymiz, yotgan yerlari yorug' bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Rahmatli sulola vakillari, Reynboy otalarimizni eslaymiz. Ruhlarini shodaylab egilib ta'zim qilasiz. Yo'ldosh otalarini eslaymiz. Qalandar otalarini eslaymiz. Yangiboy otalarini, Marziya enalarini eslab ruhlarini shodaylab egilib ta'zim qilasiz. So'zlari sehrini
unutib bo'lmas. Ismini, jismini unutib bo'lmas. Vodariy ruhiga hech kul tutib bo'lmas. Rahmatli qadrdonlarimiz, Jumagul opalarimizni eslaymiz. Maxsjon akamizni, Boltaboy doylarini, Uldonoy enalarini eslaymiz. Sirojbek og'alarini, Shodmon opalarimizni eslab, ruhlarini sholaylab, egilib juftdan ta'zim qilasiz. Azizlar, mana moziyga qaytib o'tganlarni esladik. Buning uchun barcha yaqinlarimizga tashakkur izhor qilamiz. O'tganlarimizni oxirati obod bo'lsin, ruhlari shod, joylari jannatda, iymonlari hamrohalarining barchasini Alloh o'z rahmatiga olgani rost bo'lsin. Bu yog'iga salom va ta'zimni bu dunyoda hayot xonadonlari obod tiriklarimizga, barcha yaqinlarimizga baxshida qilamiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin, aziz qarindoshlar. Egilamiz yanga doim aytamiz, salomda gap ko'p. Ta'zim qiling, ushbu salomda gap ko'p. Ta'zimingga havas qilsin ko'p qizlar ko'rib, baxtli zamonamizga, osoyishta yurtimizga, shukronali davrimizga, yangi sulola xonadon ahliga, yangi qo'ni-qo'shnilarga egilib juftdan ta'zim qilasiz. Sani kelishing kutgan, quvonchdan ko'z yosh to'kkan, kelin keldiga chiqqan qayin momoyiz, Qurvonoy momoyizga egilib ta'zim qilasiz. Darmonjon enangizga, Maryamjon enangizga, Mehribon xolangizga ham egilib ta'zim qilasiz. Padar buzrukvoring elga berdi osh, hayot murodingga bo'lyapti bosh-u qosh. Ta'zimingni ko'rib bugun sevinchidan ko'zlarida yosh. Sevinib kutib olgan qaynotingizga to'ylar muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Bobomurod akamizga egilib juftdan ta'zim qilasiz. Baxt topib kelsin azizlar, ushbu uyga kelinchak, nasib etsa o'z vaqtida tebratkaysan belanchak. Farzand ko'rsang o'g'ilmi qizmi, ikkalasi ham bo'lsin aralash, bo'lsin egizak deya, yana yil salir taroq qo'sharoqdan 5 to'ylaringizni qilajak qaynonangizga, onajonim deb siylaysiz, Nargizaxon opamizga egilib juftdan ta'zim qilasiz. Qarang do'stlar, bugun katta shodiyona, kelin keldi ham bo'ldi koshona. Nurga to'ldi qarindoshli to'yxona. To'yxonani tarovatidan to'ynib turgan qarindoshlarga, Rajabboy akamizga ta'zim, Anabibi biyimizga, Malika biya, Orifjon og'a, Nilufar biyilariga, Farhod aka, Zamira biya, Shavkat aka, Muyassar biya, Ozod aka, Nasiba biya, Toshkentdan kelgan mehmonlarimizga egilib ta'zim qilasiz. Qarindoshlar safi ko'paydi bugun, quvonchidan har bir ko'zda chaqnaydi uchqun. Ta'zimlaridan chehralar yo'lgun qarindoshlarga egilib qo'yasiz. Alisher akamizga, Zavra biyilariga, Oyshajon amma, Ikrom doyi, Fatima amma, Shonazar aka, G'ayrat doyilariga, Muhabbat biyilariga juftdan ta'zim. Yaxshilar niyati dunyoga kelding, ota-onang bag'rida baxtli ulg'ayding. Sevganingga tegib mana baxtingni topding deb turgan Norimon akamizga ta'zim. Gulchehra biya, Amatjon aka, Dilorom biya, Dilmurod aka, Shahlo biya, Nodira xola, Xushnud doyi, O'rozboy aka, Zamira biya, Gulnora opa, Shonazar doyilariga juftdan ta'zim. Sevganing hayoting shuni unutma. Bo'lar bo'lmas tashvishlardan ko'nglin sovutma. Dunyoda yoringdan aslo yomonlik kutma deb turgan Ulug'bek akamizga, Mohira biyimizga, Qudrat aka, Roza biya, Jahongir aka, Mahsuda biya, Sanobar amma, Sayyor amma, Baxtiyor doyi, Otajon doyi, Zulfiya amma, Saida ammalariga egilib juftdan ta'zim qilasiz. Ta'zim bilan kelding, baxtga to'lgaysan, obro' e'tiborli kelin bo'lgaysan. Mana shu oilada o'ni bosib chin qiz bo'lgaysan deya Norimon akamizga ta'zim, Bekbosh biya, Tozagul biya, Anvar og'a, Ismoil doyi, Shirin biyilariga, Umidjon doyi, Gulchehra biya, Muzaffar og'a, Dilnoza biyilariga, Nazokat opa, Lazizbek doyi, Sevara opa, Xudoy shukr doyilariga, Shoira opa, Hamdam og'alariga, Kamolbek og'alariga, Nodira biyilariga, Hamichon og'a, Mehribon biya, Xursand og'a, Ma'rifat biya, kuyoviyitimizni singillari Gulixonga alohida egilib juftdan ta'zim qilasiz. Turmush qurding yoringga berib ko'ngil, vafoli bo'l oshiq dilin hech ham etmagan. Butun umr kuyov turamiz Mahmudjonni sevib yashagan. Bir umrlik umr yo'ldoshing, halol oshing turmush o'rtog'ing, kuyov turamiz Mahmudjonga egilib juftdan ta'zim qilasiz. Yonidagi kuyoviyitimizni do'stlariga Farzbek, Elyorbek, Nurullo, Azizbek, Dilmurod, Asadbek, Mirzobek, Javohir, Munisbek, Zafarbeklarga, oshnolari Sarvarbek, oshnolariga egilib qo'yamiz. Do'stlarida mana Surayyo, Doniyor do'stlariga hammalarga juftdan ta'zim qilasiz. Xursand bo'lsinlar. Hamma xonadon yaqinlari, sulola vakillarini bugungi fayzi oqshom bilan muborakbod qilamiz. Adobli, ikromli, baxtli bo'lgaysan, hurmating, martabang baland bo'lgaysan. Mana shu oilaga xizmat qilib baxtli bo'lgaysan deya O'tkir og'alarga ta'zim, Gulnoza biya, Inomjon og'a, Nilufar biya, Muattar, G'ulomjon, Yulduz qarindoshlarga, Begzod og'a, Dilfuza biya,
Obidjon o'g'illariga, Yulduz biylarga, Rahmatjon o'g'a, Shahlo biylarga egilib ta'zim qilasiz. Muhabbat qo'shig'in kuylayver kelin, vafo sadoqatdan so'ylayver kelin. Qidirib kelsalar siylayver kelin deya Bunyod o'g'ilariga ta'zim, Nuquljon biylarga, Zarifa opalariga, Bog'bek doyi, Shohsat o'g'ilariga, Dilafruz biylarga, Shahnozoy opalariga, Maqsadbek doyi, Doniyor ukalariga, Asobi egilib ta'zim qilasiz. Valijon o'g'ilariga, Dilrabo biylarga, Mahtuna singillariga juftan ta'zim. Quyoshlardan oydan ilm ziyo ol. Kelin bo'lding kelinlardan ibol. Mana shu oilaga xizmat qilib duo ol deya Navruz o'g'ilariga ta'zim, Oydinoy biylariga, Temur o'g'a, Nilufar biylariga, Javohir jo'ralariga alohida, Safar o'g'ilariga, Tursunoy biylariga, Xushnud o'g'ilariga, Zebo biylariga, Shohsoy opalariga, Dilshod do'ylariga, Mashhuroy opalariga, Rayhonoy singillariga, Maftuna singillariga, Sheral o'g'ilariga, Amirxon ukalariga, Dunyoxon singillariga, Aslbek ukalariga, Barchinoy opalariga, Xushnudjon do'ylariga, Hadisha, Imronbek, Kamronbek ukalariga, Ruxshona, Boburbek, Ixlosbek ukalariga, Diyorbek ukalariga ham egilib juftan ta'zim qilasiz. O'zi suluv shirin so'za Dilshod etar. Zavq toshib qo'shiq she'rlar ijod etar. Endi senga kelinchak aziz, uka bo'lar, singil bo'lar deya ukalarimiz singillarimizga egilib qo'yasiz. Ruxsoraxon, Marvaridxon, Fayzbek, Parizod, Feruzbeklarga, Toshkentlik ukalardan Muhammad Islom, Muhammad Mustafa, Sulaymon, Yunusbek, Binafsha, Usmonbek, Beg'ubor, Firdavsbek, Dilrozbeklarga ham juftan ta'zim qilasiz. Yon qo'shni tug'ishganday bo'ladi. Chiroq yoqsa nuri tushib turadi, baxtingga baxtini qo'shib yuradi deya xonadon yon qo'shni jon qo'shnilarga, Rasul o'g'ilariga ta'zim, marhabo biyi, Parizod ukalariga, Amirbek ukalariga, Qizlargul opa, Nargiza opa, Gulsara opa, Gulimboy aka, Rohatoy opa, Jumanazar aka, Momogul opa, Hamidjon o'g'a, Umid o'g'ilariga, Nafosat biylariga, Odilposhsho opalarimizga juftan ta'zim. To'y degani murodlarning baxshidir, to'yda kelin to'yxonaning naqshidir. Xizmat uchun qo'ni qo'shni yaxshidir. Demak, qo'ni qo'shnilardan Bahrom aka, Shavkat aka, Sohiba biylariga, Safarboy ota, Amatjon ota, Hamdam o'g'a, Zubayda biylariga, Odilbek aka, Mashhura biyi, Aziza opa, Surojbek o'g'a, Sevara biylariga juftan ta'zim kelasiz. Mehmon kelsa siylagunu hurmat et, shirin so'zlab dasturxon yoz izzat et. Mana shunday ta'zim bilan himmat et deya xonadon yaqinlariga egilib qo'yasiz. Demak, Olimboy do'yi, Gulsarayina, Azimboy do'yi, Sayyora biyi, Xursand o'g'a, Zulxumor biyi, Amina biylariga, Otanazar do'yi, To'lqin do'yi, Feruza biyi, Inobat biyi, Ma'murjon o'g'a, Hamro do'yi, Zumrad biylariga, Husinboy do'yi, Gavharjon biyi, Maryamjon quda, Nazira quda, O'g'iljon qudalariga egilib qo'yasiz. Xonadon yaqinlariga egilib qo'yamiz. Elbek akalariga, Nilufar opa, Muhibba, Surayyo, Muhayyo opalariga ham juftan ta'zim qilasiz. Elni xizmatini qilib beminnat, shu yilda topdilar hurmat va izzat. Xudoyim ko'rsatsin endi alarga rohat. Shu yilni darg'alari yilotkomlarimizga ta'zim. Mahalla fuqarolar yig'in raisi oqsoqollarga, oshpazlarga, samovarchilarga, to'yimizda yelib yugurib xizmat yurgan barcha xonadon yaqinlariga juftan ta'zim qilasiz. Aytaversak, salomimiz poyoni yo'q. Sizga bo'lgan mehrimizni adog'i yo'q. To'y bo'lsa hech bir insonning armoni yo'q. To'ychilikda esdan chiqqan-chiqmagan barcha qarindoshlarga, qadrdonlarga juftan ta'zim qilasiz. Sozandalar so'z yangrasin hardam aytgan qo'shiqlarla ko'ngillar xurram. To'ylardan boshlari chiqmasin hech ham. Xonanda Inoyat Karimovga, yonidagi sozanda yigitlarimizga to'yimizda ijodiy xizmatda bo'lgan Diyor Pro Cinema studiyasining ta'sirchilariga ham egilib ta'zim qilasiz. Aziz do'stlar, xonadonni, oilani, hamma yaqin insonlarga bugungi mana shu ajoyib ayyom muborak bo'lsin. Ilohomin. Kelin va kuyoviyitimiz qo'sha qarib baxtli oila kechirsinlar. Xizmatlari hammaga buyursin. Bugun yalla to'ylardamiz. O'z vaqtida alla to'ylarda tabriklab kelish barchamizga nasib ro'za qilsin. Amin. Allohu akbar. Ana endi kelinchak yanga o'ng oyoq bilan uyga kiraverasiz. Amana farzand to'ylarga yetkazsin. Yaratganga shukr, katta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xirom aylab, humo bilan kelibdi.
Arka tartışmadaki değil mi? Matça işi gerek mi? Kendi işi gerek mi? Yengeçe işi gerek mi? Geçince bir kilişi gerek mi? Kendi işi gerek mi? Geçsene. Sat örgenlik kıtlığı görüşerek adam. Geçse bir kil mi desen? Tezimden mi? Tutma ne? Yangı. Ha Mekkam. Ne. Tuğla. Marasim mı adı ne mı bunu? Bunda duruşun adı bir nesnesi var mı? Aldın mı kaşıdık mı? İşte hala duruyor şey. Hala tüyülüş gerek. Tüyülüş gerek. Allah dediğin kamera. Yangi bozorni hudumlarida. Turşak tüylendi ben oraya yiver. Mahmutsan'ın koni baylamakam yetadi bu yerine bayladı. Kimlardan şah aylantirgan. Mishurga kirish kerak-da, Mahmud Inomberga kirish kerak. Açamız yani kartamız. Tüyledim. Kirish kerak dedi. Uşak Promas. Oyunlar. Yaman. Algılakanın. Şey bulur. Karaberde. Nerede bel bak paylaştırdı. Mahmut'un. Mahmut'un demegen Mahmut'un. Yelingiz baş yerine yeterli bu. Ya, ekilip tüyüş kerak dedi. Yuvarma orada. Şimdi götürüp bak tüy. Ya onu gizletmez mi? Ya açık. Hemen bir Mahmud kirish kerak bu yerga. Mahmud bir ayağına tutma. Beklep koysa işte. Mahmud
Arkadan tartışmayacak mı ya? Ya şişerek burun düşürdü. Bu yengen de sonra yazdırsın. Bunların geçiyorum tazım var yemek ne tazım. Başında ortasında sidiler yine köşe bıraktılar. Maçal gel. Keskin olsa keskinliği bir kastım var mı? Ben keskin. Tamam. 5 dakika onları. Dövüşünüz. Hayır, keskin Kızartma Karın takma mı buldu? Yanına kim girerdi? Hemen Benim arkasında Geliyor ki yakır seni. Geliyor. Sen buradan gittin mi? Zaten? Şuna işte sen kardeşim. kim oldu? Oturup koymalı da. Sabır kiyo, sizi kiyo, oturmak kiyoları. Kiyo çağlar olarak kiyo değil. Kiyo, sizi kiyo, kiyo calla oturmak. İltimasım mı oturulmadı? Sabır kiyo, sizi kiyo, sılağayla kiyoları. Ya var Türk olmalı. Sizi kiyo, sılağayla kiyo calla. Balacı. Sabır kiyo, sizi kiyo, kiyo calla oturmak. Sabır kiyo, sizi kiyo, sılağayla kiyo calla. Oturmak. Oturup da almıyordur sıkıntı. Oturulmaz ya. Yengen bu uyandı. Kudaydan nasıl ne adam? Ya baktı ya. Nerede diyor şarkı? Sizin görüyorsunuz demiyorsunuz. Kes biraz 100 gram oturun. Ne? Ne dedi? Bundan sonra duruyor ya. Kudaydan sonra da böyle bu kadar. Sen düzelttin mi? Niye kimse cevaplar Sakın bir şey kalın.
Kapılı. Olmaz. Mırza. Mırza. Sen gelin çıkayın da ya. Şu dedi de. Kulağına. Mırza kolay falan. Kırlamek. Dayı. Dayı sana ne olma Patron bir sabah. Bunlar seni görmeyi. Sen video al, bir ne diyorsun? İşe dalıp olana yürüyen olsa gerek sen. Burada ahırda ödedim biraz sonra. Güzel mi o? Bolda bir para yürüttü bolda. Göğüs köpü beraber güzel. İlçelerin köprak köprak. Ediz beklere. Kalın. Siz de burada ölmeyiz. Esat Bey. Aramızda bir siyaseten. Siyasete şu anda. Bu denk geçmiyor. Bir onu 8'er geçmiş olmadım. Yıl oldu ama. Başka topların yüz var mı? Basit vuruşuz gerek. Almaz abi İslamiyet'i. Yenge bize herhalde. Birer sen bekliyorsun. Ben bir yerinden havalasana. Kolay kolay kökünü Allah. Allah bindi. Bağım bindi. Bunları geldik aradan geldim. Evet. Esat aldın mı Esat? Sen var soyun gider. Ey yok o. Başta yerin ya tuta donduruyor kanalına başta. Başta bir diyor hürmetine bir kütüp verir misin? Kimse almak gidip geldiler. Yenge tezimini bir yapmaları. Gerçekten başta bir tezimi az şey geldi. Bereket sana. Ey bana koyun şunu. Bana koyun bir oncuk. Berin. Her kadar iki dakikası bir koyuyorsun. Al, ne olur? Kanı. Oldu mu? Şıpırvatı mı? Oldu. Sen ben ne içirmedin? Bu yanlışıyoruz ya. Sen Aşağı taşa. bol. Tezim bana koyun. Ben sana turist. Cüpten. Kazım ben hürmet için. Hava Tespik. Kulağını kıradı mı? bir olduğunu bilsinler ki. Hava başta bir giyiyor. Dolu bir oldu dikeni bir. Bir cü. İki cü. Sana anlat. Üç cü.
Ben bottım. 4. Hepke özünü sanıyorsunuz? Yok siz sanamaz. 4 cüp. 5 cüp. 6 cüp. 5 6 cüp. 7 cüp. 7 cüp. Bir tutturak hepke o. Adaştıraz sanırım ben. Yok bu işe gitmedi bu. Vallahi işi yok. Dok. Bu arada işimiz yok. Çok kıynama var. Ezbek. Sen okutkan damlanan kimedi? Bilemem. 9 cüp. 10 cüp. Valar aynı bu pulun arasına. Ya çabuk. Boldu boldu. Hadi yenge. Oldu. To'xtat, yurma, Yön. Yön. Hürmet et. Yok haydım hay. Yolu hürmeti sostu Yolu hürmeti zordan bize çıkarıp kovarlar. Tamam söyleyen. Dur özüye çalalım. Hayır soğan izlemi. Hop. Çoldurak tıkaverin kolu çoldurak. Kastıklar var. Keşte kaybolun koyasın. Saçımız var mı? Kan bazı söylediğim eller kan karaverin karaverin yardım ben diyorum. Bana da söyle. Geçme. Bağın esini hak yapalım. Bağın geçme. Bağın esem geçilmedi o ayak. Özü durtmuyor o ayak mı? Mekken balladan bu. Geçme. Esine bastırıyor. Hey, samanla okşilerek korktu balladık baka. Oy. Kidirme. Kidirme. Zeli onu giydirdi o giydirdi. Kes onu ben seni de aldım. Havay. Oo. Alay köş. Ya köşk geldi. Yanındaki özel çıkan da yeren Yakupçuk gitmezse? Yüremiz. Hadi. Karaverin bağlı bak. Kısıtma. Arkaya kısmı değil. Yüremiz. Tapılmadım diyen insan ki size taplar. Gerekli çıkarttığımız olalım. Sen açmıyorsun mu lan? Açmam mı sen? Ne misin lan? Özü açsın boldum. Boldum desin ki insan tap veresin. Çavurdak sever. Dur kıstanma Mırza. Çavurdak sever. Yere kesin. Sana güvenlik. Böyle kim var? Boldu. Lan. Yengler, akbelek dişler. Kasım Şeyiniz ama bir rengi poşbek geledi gene indi. Ötereyip yürüyüp. Onu görse sanın detektif yapalım. Yarrab salgit bilen geledi. Ya bir. Şafak trosunu yetişmeye gitmez yine mi? Bampur kodem. Sesin çalan titreğiye bak. Falan da gel. Bu da şekerden benim. Falan yengem şu suzbet çok şey olur. Birilledi. Oha bunu kirenge. Hem de bu sağa kesler. Sasak yerinize bakma. Saçlarının arasından garam bir. Filistre'nin o suda kıyamış gitti o bıçağı. Oldu bak. Kanatında buluşuyor. Başlayın. Dit. Senden bunu çıkar. Kamera karat durun. Durun, birbirinden tap verin, birbirinden. Sanap durma, sanap. Ondaki sıldık olmasın, birbirinden tap verin. Tabi onu çıkardı birden. Romancasını çizmem bana.
Karradan şunatlar romansa yapılı ora birer adam yani. Oğlum biz orama da var bize oradık. Var ister bir şundan var şundan kaçtığın içinde. Silsiler bir. Uçan. Şöyle de Yenge buldu başladı. Yenge buldu. Şöyle bak. Evimizi barını bilmiyor baştan ama yenge şu üründe. Biz Allah'ın keşke var. Zaten sötele mi kaçtın? Çadan avlu şu çetesini veresin. Abi plus böyle. Her bir zaman 10. Özüm tanıyma. 5, 6, 7. 7 cüp mü? Yok 35. Yok ben 70 bin gibi. Yok 35 bin son alır 35 bin. He. Sağ ol. Bir. Cüp. İki. Cüp. En orla koysana mı? Yine var ya. Mehmet. 3. Cüp. 4. Cüp. 5. Cüp. Ay mahmudum o sıradan ha. Bık tutma. Yettireyim mi? 6 cüp. 7. 17 yarım cüp bulalım. 35. Yedirmezler. 8 cüp. 9 cüp. 10 cüp. Sana var mı adaş git hemen. 12 cüp. 13 cüp. 14 15 cüp. Ay adaş git hemen koyun. 15 cüp. 11 mi? Hey yap. Hala salak bulmadım ne ki. Oldu mu? Ümitçilik ne konuşmak yapacaksın? Döşekte sayfalda vermişsin. Döşekte benim. Ha bu iş. Aklıca kuruyorsun şöyle. Bize diyor.